Assalomu alaykum, Gold Dünya bilan sog'lom salomatmisizlar. Bugun xudo xohlasa sizlarga namoz mashinamizda qilib o'tgan xizmatlarimizni birinchidan aytib o'taman, narx-navolar bilan birga tanishtirib o'taman. Sizlarga agarda keyingi mashinalarimiz nima mashina deyishingizni kommentariyada yozib ketsangizlar, uni ham qilib o'tgan xizmatlarimizni baholar bilan aytib o'taman. YouTube platformamizga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar uchun bo'lib turibdi bu harakatlar. Namoz mashinamizda full variantda shumaizolyatsiya qilamiz. Shumaizolyatsiya torpedalari 4 sloy bo'ladi, og'alar. 4 sloy ham nolga kiradi. Bunun o'zi birinchisi 2lik uriladi, keyin izna masacha xullas tiqirib mana yetadi, 1 yil garantiya beriladi. Keyin ikkinchi sloy polimiz 2 sloy bo'ladi, yana ko'rsatamiz. Polimiz 2 sloy bo'ladi, qaranglar. Uchlik material ishlatiladi, yana ko'rishingiz mumkin. Uchlik bunda qizil 8 ishlatilgan, ikkinchisi mramor deb aytiladi ustalar tilida. Mramor materialini ishlatganmiz. G'ira aylana 2 sloy bo'ladi. G'ira aylana, yonbosh eshiklari bilan polnisti shumaizolyatsiya bo'lgan. В общем, mashina beton bo'lib chiqqan. Hop, akşam klientimizga topshirib berdik. Mana bugun aytib ko'rib, bunni rozimog'i deb kelib turibdi. Syomkasini qilishga qaror etdik. Keyin monitor qo'yilgan, monitorimizni ko'rsatib beramiz hozirlarga. Monitorimizni shumaizolyatsiyadan bahosini aytishim kerak. Shumaizolyatsiya bahosi polnis aytib o'tganlarim 2 million 700 ming so'm bo'ladi. Monitorimizni bahosini aytib o'taman hozir. Monitorimizni bahosi 1 million 400 ming so'm bo'ladi. Ichida ustanovka hamma narsasi ichida bo'ladi. Zukun pasaytirib qo'ydim, eshittirib qo'yib bilinmas. Sababi YouTube отказ beradi. Shuning uchun chiqarishlar очень zo'r bo'ladi. Band tarafi jostikini qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, band tarafi jostiki qo'shiq o'tirib berish vazifasini bajaradi. Masalan, 3 qo'shiq bo'ladigan bo'lsa, qo'yildi yana. Yurtsa kuch tezligini. Bandni bir jostik to'lab bersak, boshqa qo'shiq o'tiradi yana. Ko'rdingizmi? Bani zuk bo'ladi. O'rtani bossazda biz zuk bo'ladi. Yana buni bossazda pauza bo'ladi yana. Ko'rdingizmi? Pauza. Video shu yerda to'xtaydi. Yana bosib bersa, shu yerdan davom etadi. Agarda bezzuk kerak bo'ladigan bo'lsa, yana bir marta bosadi, bezzuk bo'ladi. Jostikli variant eng zo'ri. 1400 ming so'm aytib qaqang. Torpedani bo'yab berganmiz. Torpedani shumaizolyatsiya yozilgan vaqtida polnisni bo'yalgan. Ko'rishingiz hamma detallari bilan hammasi zakonni bo'lib bo'yalgan detallardan. Misol uchun bu narsalar bo'yalgan. Monitor postavkani o'zi seviydi, bunday bo'lmaydi. U bo'yalgan, pastlari bilan akkuratni aytib, kuzovchi bolamiz cho'tka aytib bo'yab berdi. Qasilmaydi, variant aytib bo'yab berdi. 300 ming so'm bo'yab berdi. Uni shu yerda bitirib berganmiz, xudo xolasa. Keyin linoleum qo'yilgan. Hali linoleumni sifati zo'rindan ko'rib tursa, o'zlarimiz bundan ba'ndan linoleum tikib turibmiz. Mana. Hech yana samolyot ishlamaydi, og'alar. Ben ham pun üstü gelip bundan yetadi, ko'tarib bermaslik uchun ben ham punni chiqadi yurtdo'stlar. Arka tarafini ham ko'rsataman. Arka taraf ham pun üstüne ko'rsam, samolyot yo'q, qolib bo'lib tushib turibdi. Yani o'ydiqlari menda yer, o'ydiqlari. Bunda batqani yo'q bundan. Pun üstüge turibdi. Buni bahosi 650 ming so'm bo'ladi. Sifati zo'ri, eng yaxshi linoleum shu bo'ladi. Polikimiz 150 ming so'm bo'ladi. Evakor polikimiz 3 qator bo'ladi. Orqasini ham, oldini ham hammani yopib turadi. Keyin Malib barimizni ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'ri, hop ochiladi. Vobshem gap yo'q. Bu oyoqqa mishayt bermaydigan variant og'alar. Bundan oldingi partiyada akril variantlarni aytib sotganmiz. Hozir yangi chiqqan barimiz bu. Oyoqqa hech qanaqangi mishayt bermaydi. Sifati zo'r. Gaz baskanlaringizda sizlarni xoritmaydi. 2 dona plastikkanchik, telefon qo'yadigan yeri, bundan tashqari kilit, mayda chuda qo'yadigan yerlari bor. 350 ming so'm. Ustanovkalari bilan birga 350 ming so'm. Linoleumlar ustanovkalari bilan yotma, shumaizolyatsiya ham bornam hammasini ustanovkasi bilan birga yotman. Keyin patologimiz splashnoy koja bo'lgan, qora, mashina o'zi ham meni koja aytganmiz. 300 ming so'm ustanovkasi bilan birga bo'ladi. Patolog bor qo'yilgan, eshiklar ochilganda yonadigan variant qaranglar. Ponni qora yonadigan variant bo'ladi. Keyin kolonkaga klientimiz o'zi aytganlar, panel kolonkasi bor ekan, shuni ustanovka etib berganmiz. Bu yerda endi sizlarga YouTube'da откровенный gap deyman deb aytdim. Откровенный gap degan bo'lsa, kabel yetadi. Adashmasam 6 metr, 7 metr atrofi 5 ming so'mdan plus minus 30 ming so'm bo'ladi. Keyin kolonkamiz ustanovkasiga yana дополнительный pul olinadi. Borimiz o'zi 350 ming so'm bo'ladi. Keyin pult center zamok. Pult center zamokimiz, puntimiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bu punt oladi, 2 dona chiqadi ichida. Klientimiz endi birsini olib o'tdi, yana birsini bora saqlab o'tdi ekan, kalit bilan birga qo'yib o'tdi. Puntimiz 4 eshik center zamoki, 4 eshikning center zamok. Center zamok ustanovkasi. Mana bu puntimiz, punt ustanovkasi hamma narsasi bilan hamma itago 450 ming so'm pul bo'ladi. 450 ming so'm pullar bilan 4 eshiklar ochilib, yapiladigan varianti bo'ladi. Tablo naklenkalarni ko'rishingiz mumkin. Tablo naklenkalarini o'zgartirib berganmiz buni. O'zini naklenkalari unday bo'lmaydi. Tablo naklenkalarini o'zgartirganmiz. Bu xizmatimizga 150 ming so'm pul yozilibdi. Keyin
tablonda qilinganlarni aytdik. Stiklopodiumnik. Stiklopodiumnikimizni eng sifati zo'ri chul chatirlar bilan qarangiz uzunlarni bir-bir etkab qo'yamiz. Hech короче, nima desam ekan, hech kimga mishayt bermaydi. O'rtacha zakonin turadi. O'zingiz ham udobli misol uchun yo'lda yetib qolsa, haydab ketib qolganingizda ham aylanib tushirishlaringiz, chiqarishlaringizda hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Ksamina cho'tko'p ishlab tutgan yo'lishlaringiz uchun. Bu xizmatimiz stiklopodiumniki, kul chatirish, stikkeri, simi, ustanovka hamma narsasi bilan bitadon yeri, bitsi 750 ming so'm pul oladi og'alar. Yog'lash, mashinani yog'lash deganimizda nola giradi. Sizlarga aytib o'taman. Yog'lash xizmatimiz og'alar, mashinani arshivkalari bor-ku, o'sha arshivkalari. Arshivkalar polnis olinadi, remen joylari olinadi og'alar. Keyin polni aylanan arshivkalar olingandan keyin orqa pоворotliklari olinadi, orqa arshivkasi olinadi. Elde mordalar alınadığında aylandırıklar polnisti maşin yağlanadı ağalar. 350 ming so'm bo'ladi bu xizmatimiz. Polnisti pul yağlanadı. Bu narsa maşinni zengemeslikini elden oladi. Yağımgerchilik bilan boshqa bo'lmi, zengemeslikini elden oladi. O narsa shu bo'ladi. Bundan keyin nigirovka xizmatimiz bor. Eshik nigirovka toza damozlarda bilasizlar, eshiklari ochilishi, beklanishi uchun qiyin bo'ladi. O'zim ham barmoqda ochilib beklanib turdim. Hech qanaqangi muammosi yo'q. Hamma narsa o'shim ideal bo'lib chiqqan. O'zim shu izolyatsiya ishlangandan keyin nim zo'r effekt berdi. Bu xizmatimiz 300 ming so'm bo'ladi. Nigirovka xizmatimiz. Keyin oyoq yo'tayna porok qo'yilgan. Yo'lishingiz uchun porogimiz og'alar bu vazini maqtash boshqa emas. O'zi ish porog. Biz yerdan bo'lmasa boshqa yerdan ish porogning sifati dim zo'r, men yoqadina. Hech qanaqangi bilinmaydi bunga og'alar. 2-3 o'pam chiqaverasizlar. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. 550 ming so'm porog ustanovka hamma narsa itago aytmoqlar. Bitadi. Keyin sonsa zashtaning kamerada ko'rsating. Bu hamilon varianti bo'ladi. Sonsa zashtasi kuchlisi. Faqat yana hamilon emas. Yashil o't tutgan yurtmizda yashil varianti. Bu xudo xolasa davlat standartlaridan talabidan javob beradi. Tonik apparatimiz bor. Tonik apparatda o'lchab hamma narsasi bilan oldingi loboy 2 yon oyna. 2 yon oynam ko'rindimi? 2 yon oyna 600 ming so'm bo'ladi. Fonning urilishi hamma narsasi bilan. Keyin bunda zamina masla bo'ldi. Avtobusning kilometrlari yana ekan zamina masla aytildi. 300 ming so'm bo'ldi bu narsamiz. Shu narsa yozilib o'tilgan. Bu narsani sizlarga ko'rsatib berishga imkoni yo'q, iloji yo'q. Keyin salon koja. Salon kojada qaranglar. Yetdi, tushuntirib beraman. Salon kojada endi ko'pchilik odam masalan shu arshivga addinni bo'ladi og'alar. Bu koja salonning stoykalari, qo'yni koja tupasi. Agar arshivga ishlatadigan bo'lsangiz 7 dan arshivga hisoblanadi. Polnisti hamma narsasi yurtda koja bo'ldi bunda. Keyin bu kojaning 2-3 xil varianti bor. Sifat zo'rindan ishladik, tikildi varianti bo'ladi. Tikilsiz variant bo'ladigan bo'lsa, ustaning ishi yengillashadi. Misol uchun bunda chaklarni tikil qo'yilmaydi og'alar. Yurtda bunda tikim bor, berimlarida tikim bor. Ugullarında çəklərində tikillər var. Şunun üçün sifəti zo'rindan ishlayamiz. 1.300 ming so'm pul oldu. Keyin Sony usilitel qo'yildi bunga. Usilitelni ko'rsatib beramiz. Keyin JBL 5000 lik 1200 lik JBL qo'yildi. Orqa tashal tutdi. Olayni orqa tashal tutdi. JBL qo'yildi. Polnisti ustanovkalari bilan hamma narsasini qilib berganmiz. 650 ming so'm usilitelimiz bo'ldi, 550 ming so'm JBLimiz bo'ldi. Keyin kabeli bor, ustanovkasi bor. Shular bilan yetdi. Keyin damoz ruchkalar qo'yilibdi, damir ruchkalar. Keyin rul ustanovka qilindi bunga. Xolos. Keyin signal ustanovka qilingan. Signal. Kul chatir bilan qo'yildimi signal? Signal. Ustanovka qilingan. Tak. Bundami? Mana. Baka bir yandan malgat qo'yildi. Bir tarafi malgat etadi, dalning chashashib etib, yani signal qo'shilgan. Xullas, zo'r bo'lib chiqdi. Rulni o'zi aytgandik, qaraymiz. Shu chatini o'zgartirgandan keyin shunday yo'lda, bo'ldi, zo'r. Keyin video registratorni ustanovka etib berganmiz. Xullas, shunga o'xshash narsalarni qilib berganmiz. Mashina ko'rinishini ko'rdingizlar, chexollarni ko'rdingizlar og'alar. Zo'r bo'lib chiqqan. İdealni har bir damoz shunday bo'lsa, qani yana haydasing keladigan darajada bo'lib chiqqan. Richeklar qo'yilgan, misol uchun hamma narsa qilingan og'alar. Ko'rishingiz mumkin.
Çixolunu baxasını aytib ötəmən ekan. Çixolunu səkirətib ötüb getibmən. Çixolunu baxası 1 milyon oynanıb boğan bu elağına. Вообще full variant. Hem yeri koca. Hem yeri deyənim baxa qaraqma. Yəni puni gəl tutdu, beklər tutdu. Arka tərəf həm şu eldən ikindi sifətli koca boladı. Zor vəcdə qılındı xullas. Hörmətli abunəçilərimiz, aytib ötən xizmətlərimiz şu narxda bugün gündə durdu. Bugün gün 7 mart günü 2026 yıl 7 Mart günü bu syomka bo'lib turibdi. Neçəlimdir vaqt o'tsa, 5 ay o'tadimi, 6 ay o'tadimi, baho o'ynashi mumkin, o'zgarishi mumkin. Undan keyin deskalar qo'yildi, deskalarni ham yo'stib beradi. Deskalar 2 million 300 ming so'm, baloni 2,5 million so'm bo'ladi. Baloni 2 million 100 ming so'm bo'ladi. Xullas 4,5 million so'm atrofi ishlaringiz bitadi, ustunovka hamma narsasi bilan birga. Qolib ketgan narsalar bo'ladigan bo'lsa kommentariya yozsangiz, bundan keyingi videolarda qo'yaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmanglar. Gold tuningda zo'r ishga ketib turibdi. Ish jarayonidan manzilni tushuntirib beramiz. Manzil Xorazm viloyati Shovot rayonida joylashgan. Sizlar Bog'ot, Xanqa, Xazariz, Yangi bozor tarafdan, Yangiariq tarafdan keladigan bo'lsangizlar, Urganchda Rayzeterdan shunday kelasizlar, kelaverishlaringizda Shovotda Ulupir bor. Ulupirning yo'lidan 5 kilometr o'tganlaringizdan keyin o'ng taraflaringizda Gold tuning deb chiqadi. Yan tarafdan Gullan, Qo'shko'pir, Shovot tarafdan keladigan bo'lsangizlar, o'zlarimiz Shovotning Balandko'piri bor. Balandko'pirdan tushganlaringizdan keyin 4 kilometrdan keyin chap taraflaringizda chiqadi. Xullas bizlarlik ish bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsangizlar bo'ladi. Hamma ishlarni shu yerda bitirib beramiz. Undan tashqari bizlarda qo'shimcha xizmatlarimiz bor. Xizmatlar misol uchun patolog qarattirish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, liboy mashinnikini aytsangiz, ishlaringizni bitirib beramiz. Xuddi shuningdek ishimiz yetib turibdi. Qisqacha ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Cobalt mashinamizni patologlarni qarattirish maqsadida olib qolganmiz. Shu ochishgan vaqtimizda patologni 2 sloy shuma izolyatsiya ham ko'rsatib beramiz. Hozir o'zi ish jarayoni yetib turibdi. Ichandan mashinam ko'rsatib o'taman. Gentra mashinamizni Ponisti full shuma izolyatsiya xizmatini qilib beryapmiz. Xudo xolasa ish jarayonlari yetib turibdi. Podkrenniklari bilan birga qilinadi. Elde torpedalari inglanish jarayonlari yetib turibdi. Endi freollarni ham chiqarib tashlaymiz, boshqatdan freollarni qurib beramiz. Poni rellari bilan birga pullar chiqarib beramiz. Trekker 2 mashinamizga eldana koziroklarni urib beramiz. Undan tashqari bizlarda magazin bor. Magazinda sizga kerak bo'lgan barcha turdagi avto aksessuar magazin vajlarimiz topib berib beramiz. Hadoy vajlar kerak bo'lgan bo'lsa, bundan ham oldirib berib beramiz. Hech qanaqa yomon yo'q. Mashinani, no mashina desangiz ham mashinani metan balonidan boshqa hamma narsasi bitadi. Yumshoq balon deysizlarmi, boshqa deysizlarmi, rodnoy balon. Metan balon bitmaydi bizlarda. Qolgan hammasi bitadi. Yana to'lovlar, shu ko'rib turgan to'lovlaringiz siz xohlagan usullar. Muddat to'lov desangizlar, muddat to'lov, narsa desangizlar, hammasini kelishib ishga yaramiz. Muammosi yo'q. Jallari sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda görüşelim.